Assalomu alaykum obunachilar, yaxshimisizlar? Sog' salomatmisizlar? Bugun Shallovda yomg'ir yog'ib boshladi. Yomg'ir quyib yotibdi. Sog' salomat yuribsizlarmi? Bahorning kelishidan darak bu. Yomg'ir yog'ib yotibdi. Hammangizga sog'lik, omonlik tilayman. Xonadoningizga tinchlik. Yotirgan bahor, ro'za Ramazon oylari qutli qadam bo'lib kelsin. Neki niyatlaringiz bo'lsa Alloh dargohida qabul qilsin. Yomg'ir yog'ganda atam aytadi, yaxshi duo qilinglar deydi. Shuning uchun sizlar ham duo qildim. Hammangizning xonadoningizda qutli qadam bo'lib kelsin. Xudoyimga yotirgan Navruz bayramlar, ro'za Ramazonlar, Xudoyjonim Allohim hammangizga yaxshilik, farzandlaringiz soliha farzandlar bo'lsin. Rizqingizga Alloh barakot bersin. Bu yomg'irda neki dilasangizda qabul bo'ladi ekan. Alloh taologa ham atam aytadi. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Like'lari bosib, obuna bo'lib turinglar. Umra hajlari ko'rib, xursand bo'lib turibsizlarmi? Kommentariyalara yaxshi gaplar yozinglar, o'rtoqlar. Yomon gap yozmanglar. Sizlardan iltimos.